Assalamu alaikum, Guli Maksud kanalına hoş geldinler. Bugünkü programımni temasini özüňler kögündek şu bir günniň içidilam meni aqaqydan iki qadam yığılatgan bir iki habar toğruluk sözlemekçi. Bir hesapda mundaq 3 türlükday endi Türkiýedeki qeyrindaşlarymız Ankara'daki Xitoy konsulxanasynyň aldyda ailem qaýerda namlyk temasidagi faaliýet toxtamay dawamlaşýardy. Ötken ýylyňky ahyrdan tatyp da hazyrgyçylyk bularnyňky kılıp işleri bilen Xitoy Taşky işler ministeriýeti özümizniki wetenidiki şu Xitoynyňky ýylyky organyň ismini nimdeydi. Şularnymy ýylyky egizni açalygan yani wetendiki o kişilerninki belkim adresi yetkilip ketkenlikten bula alaqlaşamay kaldy. Ondaq boluş mümkin, ondaq boluş mümkin. Yani şu yalgan ýawdak gepler. Yani Şinjan propaganda dep koýmaz. Aşındaq yalgan videolar tarqalyşga başlandy. Bugün asaslıqı şu qeyrindaşlarınki Türkiye'deki faaliýetideki bu videolarni özemninki kanalyga koygaş memnu bularninki awazyny anlatyşda özemninki bir kişilik essimni Uygur faaliýetçi boluş süptüm bilen özemninki Twitter spam barken, YouTube spam barken, Facebook spam barken, aşyna okşaş şu 3 platformda Instagramny açyp köp işletip ketmeýmen. Özemninki şu spamlarda özemninki bir faaliýetçi boluş süptü bilen bir kişilik awazymny bolsun goşup goýay. İşnim kılıp yer almasam muşundaq tarqıtış arkaly Türkiýedeki qeyrindaşlarymız muş işlerini kılıp dep muşlarniki videolaryny tarqatgaş özümniki YouTube kanalymga goýup goýay dedim. Birsi bu Xitoy elçixanasy aldydaky namaýyş. Ýani biri şu akşam çıkan tüneginiň ýaky bugün şu BBC habarlardaki Tursunay Ziyadyň hikayesi maxsus haber bulup işlengendiň keyin o toğruluk dünýany zilzilige saldy degendek şundaq bir golgol bolup gitip bardy hazır. Şu biz toxtamay şu toğruluk haberlerini hem baharladyk. Her bir kıtım haberlerini hem baharlyk wagtymda o Tursunay ýadymyznyňky hikayesi özüm bir Uygur ayal bolganlygym üçin o yüz bergen o işler degende pek adam çydagysız derejedeki azaplanýyp geldiken şuna kılıp meninki bu şu neçe günden ýaky bekrek meni ýygy tutulgan günler udul geldi mo ýaş kılıp akşamdan ýaky bularny kögen seri ýygy tutup ýyglap ben bugün bu ýege çykyşdyky maksatym endi ekran aldyga çykyp oturup menim ailem qaýerda dep ýyglap olturay diýmen dememdi baý digenimdikidek özemninki bir Uygur faaliýetçi boluş süptüm bilen birsi Türkiýedeki bu qeyrindaşlarynky namaýyşy toğruluk ýani birsi BBC habarlarynda çykan Tursunay ýadymyznyky o hikayesi toğruluk ananyňky özemninki meniň ailem näde dep özemninki ailesi toğruluk ança-munça bir geplerni kılıp berey dedim. Endi hazır social mediaga çykkan namallan bizge muşundaq toxtamay adamnyň ýüregine ezdigally habarlar bolgandyken belki men bek depression içinde bek ýaşap ketdim o ýa bir mezgil özümne chat gelip qarmay paqay diýsem bu çykatgan habarlardan o Tursunay ýadymyznyňky hikayesinden men fakat özümni tutamaýly kaldym şuňa bugün ýene endi hazır nimiş bolsa özümniňki kanalda şu onu bunu sözleýän bolgandyken bu gyzyk noktalarny özümniňki kanala goýup endi özümniňki bir kişilik awazymny goşaý dedim. Aldy bilen muş qeyrindaşlarymyznynki namaýyşyga geleli. Bularnyky videosyny men bir özümniňki kanalymda saklap goýgaş, özümniňki hikayesini sözlegeş. Talk East Turkestan dep Facebook page'den aldym. Muş ýerden başlay. Alıp bilen muşun birlikde göreyim. Kardeşim lan kardeşim.
doğruluk oylaganlarımdan izleyin. Ricadır. Ben annem için buradayım abi. Aşağıda çıkın. Burada benim annemin Sen pegen canımın fakat özüm samayla mızıklık ettim. Annem için buradayım. Kardeşlerimiz Anadolu toprağında, tamam mı? Anadolu toprağında bir için karşı karşıya geliyoruz. Lütfen. Tarihe leke olarak kalacak. Sonra çocuklarımıza ne diyeceğim lütfen ya. Biz namusumuzu temizlemek için buradayız. Sizinle karşı karşıya gelmek için değil. Biz namusumuzu temizlemek için buradayız ya. Bu lanet için karşı karşıya geliyoruz. Bu oyuna gelmeyin. Lütfen. Bu oyuna renk olmayın lütfen ya. Bu oyuna gelmeyin. Yapmayın kardeşim. Bu namusu oyuna gelmeyin. Bakın, bunların bir suç içinde yaşarsam ticaret bütünü Bu kadar çok. Sasha, Mikhail de Bey'de Turkish Police. Why are you here? Bakın, bacılarımız var aramızda ama. Bacılarımızın namusu benim canımda daha pahalıdır. The cat is quiet. Should I let him free? Her bir görsem, her bir yüreklerim adamını par kılıp kılıp derecede. Bu video ne 10 saatla ilgili çıkandan keyin Instagram'da muşunda qattiq tarqalish oldu. Twitter'da mı? Twitter'da qayerda ko'rdim? Twitter'ni açay, hozir Twitter'dagi Abdug'ani Sobit akamizniki ham baharlagan yana bir minut atrofida bir wunderlich gördüm böyle. Erkin Asiya Radyosu'nun ihtiyar muhbiri Umun Ehsan enimizninki Twitter betiga qarasam mu shedagi
69 ming, 70 ming ko'rilishi, 70 ming. Bularni to'xtamay aşkandan keyin Twitter'ni, Facebook'ni aşkandan keyin to'xtamay mushunday narsalar. Kardeşlerimi serbest bırakmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ne oldu? Ne oldu? Ayak üstünden sonra seferle mi sürüyoruz? Bunu niye diyorsunuz? Sakin olun. Nesine olun? Bakın ben size bilmiyorum. Rica ederim. Annem için buradayım abi. Aşağıda çıkın. Burada benim annem. Bu kadar köp saqchilar nima ishga keldi? Turkish police. Uylarga berib tutyotdi. O'zlarininki qo'llagan shu odamlarniki chiqishtirishi bilan ayol kishi bolasi bor yo'q demay. Turkish police arresting. İstanbulda to'xtamay xabarlar kelyotdi. Biz bilmay qolgan yana qanchalagan xabarlar bor yerda tutilib ketgan. Men hozir shuni degim keladi. Men qaytolmaydigan bir davlat bordi. Xitoyga qaytolmayman chunki u chiqashkari shunday faoliyat qilib yurganligini buni hammadan bilamiz. Hammamiz ketamaymiz hozir. Endi hozir mushu ahvollarga qarab İstanbuldagi tutilib ketib qolgan Uyg'urlarninki bizningki bu oilam qayerda degan bir oddiy bir jumla, bir savol. Mushu faoliyatimizningki sababidimi qaranglar nurg'ulg'an saqchilar qatorasiga kelib tuzilgan bu saqchilar nima keldi bu saqchilar? Ben hozir Turkiyaga berishdim qo'rqaydan bo'lib qoldim. Men 2018-yil 11-oyda bordim. Hozir yana bir davlat, birisi Xitoy, yana birisi Turkiya. Mush ikki davlatga berishdim qo'rqaydan bo'ldim men hozir. Qattiq noroziman bo'ladim bu Turkish polislarning shu to'xtamay Twitterda mashundaq bir narsani yozyapman. Shu tutilib ketgan xabarlarning ularni men baharlayapman. Turkish polisi undaq qildi, mundaq qildi. Anandan keyin Turkiyaning shu vaksinga Uyg'urlarni tegishi shundaq bir ishlari bir pash bo'lgandek to'g'ri xabarlar chiqyapti. Ularni men qilyapman. Endi Tünügün bugünün yağı birisi BBC'deki ben o doğruluk ben bu yerda ağzımı alamıqdek ben bu oş. İki iş doğruluk sözlemek için birisiymiş o. Namayış doğruluk ailem qayada deb yürüp. Benim ailem var, acılarım var, sınırlarım var. Tursunay Ziyodun xonimninki shu xabarini o'qib, men oxirgacha o'qib, men xabar o'qitib turib yig'lab ketdim. Uning o'tirisida videolar bor ekan, videolarni anglab men o'zim tutolmadim. Qanaqa qilish kerak endi men shu faqat mening hozir birdan bir qila oladigan ishim shunday social mediada shu barmoqimni shildi, shuni qila oladi ekanman. Bundan anca özümün hikayelerini köpçüliklerden baharlab, özümni sözlügeç, muşundaq bir besimlarning ichida, muşundaq bir ailemiz qayada aloqalashmayotgan ishlarimizning shunday so'zlash orqali bir videolarni ishlash orqali bu meningki hayotimniki muşundaq bir qism, muşundaq kunlarim yig'i bilan o'tgan kunlarim bor. Meningki Uyg'ur qarindoshlarim Turkiyada shundaq Xitoy konsulniki oldida oilam qayerda deb namoyish qilayotgan chog'da o'zimizniki qarindosh millatdan turk soqchilarniga kelib bizga yordam qilib shu Xitoy konsulning ichidagi odamlardan so'rash, ashlarniki bizga yordam qilish o'rnida bo'lish kerak deya amaliyotda bo'lsa, hozir bu yuz berayotgan ishlarda qanday desam shunda turkish bu soqchilar kelib o yerdagi qarindoshlarimiz bir hech qanday bir tahdid yo'q. O yerda bir yana u portalda chiqdi yoki boshqa bir ish qilaydimi? Faqat
oddiygina o'zining oilasidagi rasmlarni ko'tarib chiqib bu yerda oilam qayerda degan shu savolga javob izlash uchun şey berib yordam qilmoqda yo'q ularni deb ash ishtirib boy o'zinglar ko'rgandek shundoq hatto boshqa xabarlarga qarasam hatto videoga qilib qo'ymagan ahvollar bor ekan. Turkish police siz ne yapıyorsunuz ya? Kim için çalışıyorsunuz? Özümdeki ailesi doğruluk sözlesem ben bu Allah kılamayalı uzun yıllar oldu bana. Bir vasıf görüşemeyeli. Ulanın koluda telefon var, benim kolumda mı telefon var? Sizlerin köygüm geldi diyemezsin ki İğir. Ancak İğir geldiğinde biz Uygurlardan başka millet hiç kim düşemeydi o değil. Fakat biz özümüzle biliriz. Benimki akam, ikinci akam Kudret Mesut 22 aylarga deyip çıkan şu toxtamay ben bu yerda ochiq aşkara bir faaliyetler qatnaşgandan keyin anandan keyin Türkiye'deki tizimlashga yordamlashgandan keyin mening bilan aloqa qurish uchun akamni chiqarib men chunki men ularga degan chaqda qanaqa qildim deysan akamni qo'yib hamsanlar men bu shunaqa ishimni qilaverman gap qilmayman sizlarga deb men boshqa mana bular mening oilam nerede deb meniki oilam qayerda deb ular oilasini izlasa mening oilamdagilar meni izlagan darajada shundoq bo'lgan. Çünkü akam tutup aketkendan keyin men to'xtamay faoliyat qilib, faoliyatim orqali men so'zlagandan keyin men bilan aloqalashgan. Andan keyin shundoq meni jim yur, bizni o'yla deb shundoq meni jim turg'izmoqchi bo'lgan chog'da akam chiqqan qadar gap qilmayman deb turib oldim. Shundan bilan akam chiqdi, ayol chiqdi. Bo'lmasa shu akamninki lagerga kirib ketgan akamninki qurib qo'ygan bir undidor to'pi bordi tuqqanlarninki ashning ichida bo'layotgan gaplarninki kimninki o'rganish ekanligini kimninki qachon chiqqanligi deganlarning hammasini xabarim bor. Chunki meni hech kim chiqarib yetmaydi. Boshqa urug' tuqqanlarning to'pidan hammasini chiqarib bir ig'iz gap qilganda sizlar bormi deb qo'ygan bir ig'iz gapim uchun ham to'plardan bir-birlab deb chiqarib tuqqanlar urug' tuqqanlarimiz meniki navra ojilarim hozir yo'q hammasi chiqarib o'tgan meni undidordan. Ularniki qanday ekanligini bilmayman shundoq lekin iliqi qarshi taraf chiqaribsimu siz uniki iliqi oz deganda uni ko'gil bo'ladigan bo'ldi emas shundoq har xil usullar orqali to'xtamay tekshirib turdim ularniki qanday ekanligini. Mening oilam nerede? Ularning qo'lida telefon bormi uyda? Lagerdan yenib chiqqan lagerdan chiqqan bo'lsa men yana chim turmaydim-da, to'xtamaydiki shu jurnalist bulamdi. Bular qanaqa qiladi ekan desa shundoq guvohlik berganlarni u yolg'on aytadi, bu yolg'on aytadi deb shundoq yolg'on propagandalar bilan meniki uyimdagilarni menga qarshi gap qilg'izmadi, lekin men guvohlik bergan do'stlarimni menga qarshilik gap qilg'izdi. Ash to'g'riliq bir qiziqarli bu yerda bir narsa bor ekan, shu to'g'riliq elay turib tan ham baharlay. U CGTN videosini 2 yilning oldida ko'rgan. O'shuning bilan tang birlikda chiqqan yana bir video bor ekan. Shu do'stimninki yo'ldoshi o'zi shu private kishilarni qaytadan bir qisqa video ishlab, meniki Kanadadagi do'stim Hurmat Masud bizning private kishilarni yo'qolib ketdi debdi. Biz birovdan kechiryapmiz, mana yolg'on aytadi deb do'stlarimni menga qarshi gap qilgan. Ham biz hozir mushtabda uydagilarga hammamizning oilasidagidek shu anga haqqa ketib bizni istamay turgan deydi shu. Hammamizning beshida yuz berayotgan ish shu. Mening mashindaq degan kamilyen. Men biletlarni shu juma kuni tushiman degan chog'da kamay turgan degan uydagilar 2017-yil. Men 2014, 2015, 2016 har yozlik ta'tilda uyga bordim. Xizmatga chiqishni ulgurgan bir berib kelay deb 2017-yil men ketdim. Juma kuni tushiman degan chog'da qor bo'ronlar, undaq she'rg'onlar, undaq kamay turgan degandan keyin o'zim shundoq ko'nglim bo'lib sizlar meni kama dedinglar, meni faqat ko'nglimlar kamabdi. Men bu yerda har kun sizlarni ko'rgimga qoldi deb ko'nglim yerim bo'lib qolgandim u chog'da. 2-3 kun o'tmaydi men kama degandan keyin akamninki tutib ketilganligini bildim. Do'stlarimninki bir-birlab chiqarib yetib bordi meni undidorlardan. Shunday qilib hammasi yo'q. Mana shu oilam qayerda deb yurganlarniki birisi mana shu. Hozirniki o'zlig'i meniki oilamniki hech qanday bir kishiniki u lagerda ekanligi undaq nima emas. Undaq bo'lganiki men jim yursam bo'ladi, lekin hozir chiqayotgan bu qarindoshlarimizning ularniki oilasi shu meniki qarindoshlarim.
Ularnınki Tursunay Ziyadun'unki hikayesideki şu lagerlarınki içindeki şu hanım kızlarınki beşide yüz berotkan işlerini oylasam benim nurgun kız qarindoşlarım var. Jiyan kızlarım var, ağaç sınırlarım, nevre ağaçlarım var. Ularınki kelgüs kandak buludu. Aşağını oylasam ben demiş ki cim jürgideyim. Ben bir şeyden başka Kanada'da yaşayotgan, Toronto'da yaşayotgan, ben iniq biladigan, hatta ünlülarda hatta hazırgıca Xitayninki Xi Jinpingni maqtab yurib bir narsalarni yozib chiqaradigan shunday qizlar bormish edimi? Bir faoliyatlarga berib uchish qolsaqmi, bir rasm tortib, video chiqarib yurgan chog'larimda "O, meni qonuningizga chiqarib o'tmoqchi" deb yuradilar. Men boshqa o'sha o'zimniki turmushni chiqib qahva ichib, qartaylab o'ynab yursam bo'ladi. Lekin bu ishlarga bir sukut bizningki hozir sukut qilib yashaydigan vaqtimiz emas bizningki. Aşna qilib tünügünün yaqışı qilib bu videonu tunç qıdım görüp 10 sekundga barabanmaylam javlan inimizningki annem üçün buradayım deb apısınınki resmizin için bıçaqlab turib ko'rgan vaqtimda men o'zim tutamdim javob ketdim shu. Bu Xitoy propagandalar to'g'riliq videomni boshqacha ishlab bo'ldi. Bugun mushuncha iklam so'zlay. Asosli shu BBC xabarga chiqqan Tursunay Ziyodunninki hikoyasi to'g'riliq o to'g'riliq ozroq so'zlamoqchi edim. Uni men hech qanday Ağzımın malamıqdek derecede mushunday kimman anandaki bu Türkiye'deki bu namoyishninki o'tgan yilninki oxirida hozirgacha kunda bular namoyish qilib shundan Xitoy elchixonasidan bo'ldi bizlarninki u iltimoslarni qabul qilamiz kelinglar deb bir yolg'on aytdi. Bu necha ming 5 mingdan ortiq dokument yig'ib kelgancha Xitoy elchixonasi olimiz iltimoslarni olimiz degan odamlar ular hammasi yana qaytadan yeni oldi, yana kelinglar yana ket. Endi mana bir muncha Turkiyadagi soqchilar kelibdi. Turkiyaniki soqchilariniki tutayotgan Uyg'urlarni u İstanbul'daki o jimjim tutuşlar, yerim keçilarda qurolliq bastırıp ketishlar, o jimjit namoyish qilayotgan odamlarni kelib bunda tutib etmangizlar qarta men Xitoyga qaytamayman deb yuribdim. Men o'yladimki men Turkiyaga boramoqdayman. Chunki men Turkiyaga qarshi bu bir gaplarni o'zimniki qilayotgan ishlarni o'zimda qatay. Men qandoq bir aslida odatda Nahmaydan qanchada bundaq chiqish yig'lamaydim. O'tganda bir Qashqay Yangsadagi inimiz o'zini o'ldirgan bir inimizningki shu lagerga ketishni ilgari o'zini o'ldirgan inimizningki xabarini olgan chog'da 9-oyda bir qatim Nahmaydan qildim. Keyin ondan keyin 12-oyda shu to'g'ri xabarlar chiqqandan keyin yana bir Nahmaydan qildim. Shu 2 qatimliq Nahmaydanda shu o'zim tutaman yig'lab ketgan. Bu tünügün bugünkü ahval alaydı ahval. Arqadan kelayotgan yurakda azgidek kelayotgan bu Uyg'urlarniki shu ruhiy jihatdan taqsimimizning bay chiqizarbi yeb. Bu shuni Nahmaydan chiqib yig'laydan bo'lib qoldim. Mana shuni. Bu bir ruhiy besim ig'ir bir normallikdan bo'lsa kerak balkim. Mashınçiliklam so'zlarga qisqalam chiqay deganda bir 10-15 minutlik videolarni ham bahirlagash o'zimningki ovozimni bir kishilik ovozimni qo'shib qo'yay deb chiqqandim. Birdan ichida yarim soat bo'lay debdi. Oxirida deb qo'ydig'im hammaylar hozir bizningki bu jim yuradigan vaqtimiz emas. Hammamiz qila oladigan ishimiz shu barmoqimiz orqali social mediada kuch taqtish ko'pchilikninki Turkiyadagi Ankara Xitoy elchixonasi oldida yuz berayotgan bu namoyishlarni o'zimizningki bir kishilik bir kuchimizni yana ovozni dunyoga anglashda bir kishilik o'zimizningki to'pisini qo'shib qo'yaylik ham bahatlaylik. Meningki bu videolarimdan bari misollarni shu Facebook'dagi, Twitter'dagi boshqalarniki shu to'g'riliq chiqqan videolarni ham barlab qo'ysanglar.
Demakchi, men odatda bir narsalarni ko'rgan chig'imdimi? YouTube'da bo'lsin, YouTube'da ko'rsangiz bu sizningki barmoq belgisi bosqiningizni u siz boshqalarga ko'rsatmasangiz faqat o'zingizdan ko'zdan qilib turib holat bo'lgandan keyin mayli qandoqliki Uyg'ur faoliyatchilarininki o'sha klodkashlar bo'lsin, YouTube kanallari bo'lsin, hammasiga barmoq belgisi besib qo'yinglar. O'zaro qo'llash bo'ladi. Andan keyin biz Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'ur qarindoshlarimizni shundoq qilayotgan ishlaridan yani o'zininki ovozini dunyoga anglitishda, yani o'zininki oilasiga kelgan kulfatdan foydalanib, shu butun millatning beshiga kelayotgan kulfatni dunyoga anglitishda biz bularni qo'llashimiz kerak. Ham baharlash, shu barmoqlarimizni ishiltish orqali qila oladigan ishimiz shu bo'lgandan keyin ko'pchilik hammalarniki ham baharlab qo'yishinglarni umid qilaman. Ko'pchilik barmoq belgisi ustiga qaragan bilan do'stlik qaragan bilan bir yezib qo'ymay chiqroq. Bekkalan o'tirib bilan o'zim tutamayz yo'lab ketdim ku. Dem ko'zimni ko'nglimni yerim qildigan shundoq. Bizim için değil. Kafamız göre gelmedi buraya. Benim canını zerre kadar kıymeti yok bakın. Benim zerre kadar kıymeti yok. Ama benim kardeşlerimin, bakın, bacılarımız var aramızda ama. Bacılarımızın namusu benim canımdan daha pahalıdır. Ko'pchilik shunchalik ko'rsatay. Ham baharlashni unutib qolmanglar. Twitterga chiqinglar, Twitterda Uyg'ur faoliyatchilarininki Twitter akkauntiga erishib shu Uyg'ur to'g'riliq xabarlarni yozgan bo'lsam, men baharlagan bo'lsam, sizlarni baharlab qo'yinglar. Ko'pchilik amon bo'linglar. Sizlarga u yerda qachon Turkiyalik qarindoshlarimiz nisbatan hozir kechib ketdi deyman. Kechada aramimni buzib qo'ydim. Har qancha bir yaxshiroq bir narsalarni qilg'ash, o'zimniki hatto bu sayohat videolarini ishlagan, shu bu ishlar to'g'riliq tanlashga medan qilsammi, bugünkisi shu odamni vakil depressing bo'lgan bir temani o'tirib chiqib o'zimniki ishimni qo'shaqash qilgan bir programmam bo'ldi. Ko'pchilik amon bo'linglar, xayr xo'sh.